Sizlar o'zi Vyetnamga qanaqa qilib ko'chib ketdinglar? Qara, oldin stabilniy pul keltiradigan joyni topdik. Udalyonka, frilans yoki Vyetnamda ish joyi farqi yo'q. Главныйsi har oyga yetib tursa bo'ldi. Busiz iloji yo'qmi? Iloji bor, lekin har oy ekonom qilib, pulim qolmay qoladi deb qo'rqib yashashingga to'g'ri keladi. Bunaqa ko'chish yaxshi emas. Hop, keyinchi? Keyin 3 oyga E-viza rasmiylashtirdim. Onlayn formani to'ldirib, o'zimga kerakli sanalarni tanladim va shu bilan tayyor. Keyinchi? Undan keyin Vyetnamga uchib keldim. Viza vaqtiga kvartira ijaraga oldim. Shunisi tinchroq. Mehmonxona yurmaysan, ko'chalarni, narxlarni va atrof muhitini yaxshi tushunishni boshlaysan. Vyetnam menga yoqmasa-chi? Hamma gap shunda-da. 3 oy sinab ko'rasan, yoqsa qolasan, yoqmasa uchib ketasan. Tushundim. Demak, eng muhimi daromad, viza va turar joy. To'g'ri. Agar xohlasang, bunga qancha pul kerakligini va ortiqcha xarajat qilmaslik uchun nima qilish kerakligini hammasini aytib beraman.